Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda Kaliforniya yomg'ir chorchang ishqibozlari mashg'ulot ergashib Kaliforniya chorchanglar bilan shug'ullanaman, ham daromad qilaman. Mana navbatdagi ixtiromiz ustozimiz Farg'onadan va Adildan Bahodir akamiz zakaz qilishgan. O'sha zakazning holatda qilindi buni. Hozir buni nimalari o'zgarish bo'lgan, bu shu haqida bitta tushuncha berib o'tamiz, keyin buni ishlatib yana bitta ko'rsatamiz. Mana g'ildiraklarning o'rniga pachvnik qo'yilgan, polnik pachvnik. Mana butulkasi bilan. G'ildirakcha bas. Bular polni pachvnikda o'tirgan. Keyin mana bu to'siqlar bu setkasi ikki xil qo'yilgan. Mana bu yerdan bag'aniki alohida tushadi, bunga qo'shilmaydi. Manaki alohida tushadi. Agar kimgadir shunaqangi qiziqsa, 3 xil qilib berishimiz ham mumkin buni. Hozir bunga 2 xil qilib berganmiz bu turishini. Mana bu tomondan mana biyagomni sochmaslik uchun mana tunukalarni qotirganmiz. Mana shu tunukalar. Mana bu yerdan bag'ida boshqacha razmerda, bag'ida boshqacha razmerda tushadi. Bo'yi ham novcha bo'lgan buni. Juda ham novcha bo'lib ketibdi. Mana bu ishlash holati mana. Mana shu ishlash. Soatiga 1,5 tonnadan 2 tonnagacha bemalol yelaydi. Mana bu mana oldi tomoni, tunuka chiqqan tomoni. Atqot shu tomonga tushaveradi. Bahodir akam ustozi maslahatlar bilan mana shu narsalarni mana qildik. O'zlari qanday deyishgan bo'lsa, shu holatda qilib berdik. Xudo xolasa ko'ngildek bo'ldi. Hozir soat 5 da mashina keladi, xudo xolasa o'shanga yuklab chiqarib yuboramiz. Agarda kimgadir shunaqangi zakaznoy baraban kerak bo'lsa, ekramiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin. Hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.